Farzandingiz piyolani sindirib qo'ydi. Nima qilish kerak? Borasiz, siniqlarni terasiz yig'ib, musorga tashlab yuborasiz. Bo'ldi. Ortiqcha reaksiya kerak emas. Urishish umuman kerak emas. Chunki odamzodga buzish, sindirish xos narsa emas. Odamzod yaratishni, bino qilishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham bu sinish orqali farzandingiz tajriba oladi, o'rganadi. Gravitatsiya, ya'ni yerni tortish qonunini o'rgandi. Piyola suv tushib ketsa, u qanaqa sinishini tushundi, ovozini o'rgandi. Bu tajriba deyiladi. Bir marta bu qanday bo'lganligini va nimaga bo'lganligini tushuntirib berishimiz mumkin, lekin urushmasligimiz kerak. Agar urushadigan bo'lsak, bu ota-onalar urushishi mumkin, ustozlar urushishi mumkin. Bola xato qilishdan qo'rqib qoladi. Ortiqcha harakat qilishdan qo'rqib qoladi. Tajriba qilishdan qo'rqib qoladi. Bu esa hayotida juda ham qiyin bo'lishiga olib keladi. Chunki hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun tadbirkor bo'ladimi, olim bo'ladimi, marketingda ishlaydimi, dasturchi bo'ladimi, ko'proq xato qilish kerak. Xato qilish orqali u o'rganadi, tajriba qiladi. Tajriba esa xatolardan kelib chiqadi. Agar biz ota-ona sifatida farzandimiz nimanidir kuydirib, sindirib qo'yadigan bo'lsa, urushadigan bo'lsak, u xato qilishdan qo'rqib, umuman harakat qilmaydi. Shuning uchun ham bola xato qilganda u gap eshitmasligi kerak. Shunda u o'rganadi va muvaffaqiyatga erishadi. Farzandimizdan urushmaylik.